Assalomu alaykum qadrdonlar. Kuzatib turibsizlar, mana soch tepasini olib tashlaganmiz. Nimagaki biz hozir protez soch uстановка qilib beramiz. Avstraliya sochi bo'ladi, tabiiy. 3 yil garantiya beramiz. 3 yildan 5 yilgacha bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana setkasiga e'tibor beramiz. Bu orasidagi setka bu simli bo'ladi, sim materialdan qilingan bo'ladi. Shu chirimaydigani 3 yil bemalol ishlatsa bo'ladi. Tagini skoch bilan yopishtirib chiqamiz. Skochni bir oyda bir marta yangilatib turasiz. Bemalol cho'milib, dushda, basseynga cho'milsa bo'ladi, hozir yoshartirib beramiz. Qadrdonlar, mana ko'rishingiz mumkin, sochchi mana orqa qo'shilishlarni ko'pchilik bilinib qolmaydimi deb shubha bo'lishadi, ichlarida ozgina qanaqa chiqarkin, yaxshi chiqarmikin, atrofdagilar bilib qolmasin, ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana yaqinroq olib kelib ko'rsatib ham beraman. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin, oralarida tepa tomondan ham terining o'zi ko'rinib turadi. Haqiqiy mana oralaridan suv havo o'tadi. Mana qo'shilishini bitta baho beraverasizlar. Shu boyagi sizlarga ko'rsatgan sochimizni bitgan holati mana. Andijonlik klientimiz hozir mana to'ylarga bitta soch qilib berdi. Juda ham cho'pki. Kimlar sevib, kimlar qolib ketar ayron.